Oblit koddagi 21-savol bizga ikkita linked list beradi. Bizda o'sha ikkita listda ikkitasi ham sorted bo'ladi, ya'ni sortirovka bo'lgan bo'ladi va int qiymatlarni qabul qiladi. Biz ikkita linked listni bitta linked listga bog'lab berishimiz kerak. Tasavvur qilishimiz uchun oddiygina listdan misol qilaylik. Linked list sal murakkabroq bo'ladi, murakkab emas. Sal boshqacharoq bo'ladi. List 1 deyapti, tasavvur qilib 1 2 3 4 turibdi. Doim sort bo'lgan bo'ladi. Birdan keyin 3 kelib, keyin 2 kelishi mumkin emas. O'sish tartibida bo'lgan bo'ladi. List 2 esa 1 3 4 bo'ldi. Biz nima qilishimiz kerak? Mana birlar eng kichkina, to'g'rimi? Ikkitasida birlar. Shu boshiga ikkita bir olib kelishimiz kerak. Bitta 2 bor, ketidan 2 keladi. Bitta 3 bor, shu bitta 3 keladi. Keyin ikkita to'g'ri bor-ku, shu ikkita to'g'ri olib kelib qo'yishimiz kerak. Mana bunaqa bo'lsa, bitta list bo'sh bo'lib, bitta list 0 ga teng bo'lib qoladigan bo'lsa, nima qilishimiz kerak? O'sha payt o'sha 0 o'zi bo'ladi-da, boshqa nima bo'ladi? Hop, shunaqa tartibda yechishimiz kerak. Hop, yoqqa o'tamiz. Ozgina o'zimiz tushunishga harakat qilaylik. Linked list listga o'xshaydi, faqat hozir bitta yonma-yon turibdi-ku, birdan keyin ikki yonida turibdi-yu. Linked listda ichma-ich bo'lib ketadi. 1 degani 2 ni ichida qamrab oladi. 2 esa ichida 4 qamrab oladi. 1 to'g'ridan to'g'ri qamrab olmaydi. Ya'ni bitta qo'l uzatib ketadi-da. Ya'ni linked listda data structure anaqa tartibda bo'ladi. List node deyapti-da. Hozirgi qiymatni qabul qiladi va keyingi qiymatni qabul qilib oladi. Xuddi misol uchun mana ko'rsak, 1 turibdi, 1 da turgan bo'lsa, bizda 2 ni ham qiymati bo'ladi. Lekin to'g'ri qiymati to'g'ridan to'g'ri bizda bo'lmaydi. 2 da lekin to'g'ri qiymati bo'ladi. Shunaqa tartibda ketadi. Xo'p, biz nima qilishimiz kerak endi? Quyidagicha yechim qilamiz. Bunday qilamiz. Misol uchun list 1 bo'ladi va list 2 bo'ladi. List 1 va list 2 bo'ladi. Biz jinnilar qasib turing, g'alati rang bo'lib qolmasin. Bitta linked listda 1, bittasida 1 turibdi. Biz nima qilamiz? Aytamiz, 1 shunaqa shart yozamiz. Mana bu bitta nima turadi? Qaysi sonni turganimizni ifodalaydigan bitta belgi turadi. Ikkita list nodda ham boshida birinchi elementida turamiz. Sekin-sekin yuramizda. Hozir ikkitasida ham birda turibmiz. Aytamiz, qaysi birida katta kichkinaroq deymiz. Bir turibdi, farqi yo'q. Kelimamizni olamiz. Bitta yangi bitta linked listda boshiga 1 yozamiz. Endi mana bundan birni oldik-ku, bundan olganimizdagi mana buni bittaga surib qo'yamiz. Nargisi o'sha joyda turadi. Buni 2 ga o'tib, to'g'rimi? Solishtiramiz. Qaysi biri kichkinaroq? 2 bilan 1 solishtiramiz. 1 kichkinaroq, to'g'rimi? Mana buni yoniga 1 yozamiz. Virgul qo'yamiz. Mana bu 1 ishlatdik-ku, endi buni bitta surib qo'yamiz. Endi 2 bilan 3 bo'ladi. 2 bilan 3 solishtiramiz, 2 kichkinaroq. 2 ni bu yoqqa yozamiz. 2 ni yozdikmi? Endi buni ozgina surib qo'yamiz. 2 ta surib qo'yamiz. Hop, 2 ta surib qo'yamiz, 4 ga o'tadi. Endi 2 bilan 3 bilan to'g'ri solishtiramiz. 3 kichkinaroq, virgul qilamiz, 3 yozamiz. 3 yozdik, uni ham surib qo'yamiz. 4 ga o'tadi. 4 bilan to'g'ri solishtiramiz. Farqi yo'q, bitta 4 kichkina. Ham bittasi o'chib ketadi-ku, bittasi juda tugadi, to'g'rimi? Tugadi degani tugadi. Bitta list tugadi, ikkinchi listni anaqa qilamiz. Ya'ni dasturda buni bitta buni to'g'ri qolib ketdi deb tasavvur qila olmaymiz-da. Yo'qda 5 6 bo'lishi mumkin, 6 7 bo'lishi mumkin. Bu tugagandan keyin o'zi solishtira olmaymiz. O'shaning uchun nima qilamiz? Bu tugagandan keyin dastur tugatamiz-da, prosta mana buni oxiriga qaysi listda son qolib ketgan bo'lsa, ketidan yozib qo'yamiz. Tasavvur qiling, 5 bor edi, 6 7 10 9 bor edi. Mana shu to'g'ridan keyin virgul qilamiz-da, ketidan 5 ni sira yozamiz, solishtirib o'tirmasdan. Keyin 6 ni yozamiz, 7 ni va 9 yozamiz. Chunki bu list tugab qoldi, o'sha bu yerda qolgani o'sha yozilishi kerak-da. Bu uzunroq bo'lganda buni qolgani yozilardi shunaqa qilib. Hop, shunaqa tartibda logika qilamiz. Hop, bu yerda qanaqa bo'ladi? Linked list bilan ishlayotganimizda buni alohida bir o'rganish kerak. Hop, birinchi navbatda bizga yangi listlarni anaqa nuqta qilib turib qarab ketdik-ku. Biza bitta list mana buni saqlab ketish kerak. Bitta list mana shu yangi nimalarni topish kerak. Bitta qadama-qadam yurish kerak. Shuning uchun bizga ikkita o'zgaruvchi kerak bo'ladi. Ikkita list node kerak bo'ladi. Bittasi sekin-sekin yurib mana bu sonlarni yig'adi. Ikkinchisi esa butun hammasini saqlab turadi biz uchun. Xo'p, bizga bitta list node deymiz. Bizga bitta dummy degan bitta list node kerak bo'ladi. Undan boshlang'ich qiymati shunchaki 0 ga tenglab qo'yamiz. Bu ham 0 ishlatmaymiz. Shunchaki boshda bo'sh turmasligi uchun 0 ga tenglab qo'ydik.
keyin bizda list nodda current degan bitta ham ochamiz. Mana bu dummy bu boshida turib beradi. Ya'ni butun list nodlarni yig'ilganini saqlab beradi. Current esa yangi list nodlarni topib turib, ketiga ulab mana buni to'ldiradi ham dummyni. Agarda dummyni ochmasak, biza ulamiz deb boshini yo'qotib qo'yamiz. Shu boshida turib berish uchun mana shu dummy turib beradi. Qayerdan boshlanganini saqlab turadi. Current esa yangilarni qidirib topadi. Hop, buni dummyni o'ziga tenglaymiz. Hop, bular tenglandi. Endi mana bu while deymiz. Aytamiz, list 1 ham teng bo'lmasin nullga va list 2 ham nullga teng bo'lmasin deyman. Chunki bittasi null bo'lib qolsa tugadi degan. Boya nima qildik? Mabodo bittasi tugasa, tugamaganni qolgan hamma sonlarini ketiga yozib yubordik, to'g'rimi? Javobimizni. O'shanga o'xshab biz ham aytamiz, tugamagan bo'lsin deyman. Ikkalasi ham tugamagan bo'lsagina while ichida qayta ishlab yangi bitta list nodni topamiz. Agar tugab qolgan bo'lsa, aytamiz, current nextni teng qilib qo'yaman. Yo'qda list 1 ga, agar list 1 tugamagan bo'lsa list 1 ga, bo'lmasa list 1 tugadi degan null bo'ladi degan. Null bo'lsa, mana ikkita so'rovni o'ng tarafligini oladi. Bu yoqqa yo'qda list 2 ni. Ya'ni bu ishlash uchun birontasi tugagan bo'ladi, yo'qda ikkitasi ham tugagan bo'ladi. List 1 tugagan bo'lsa list 2 ni oladi. List 1 tugamagan bo'lsa list 1 o'zini ketiga ulab qo'yadi. Ikkitasi ham null bo'lsa, shunchaki null ni oladi, bo'ldi. Ya'ni ketiga hech narsa ulamaydi. Ikkalasi ham baravar tugagan bo'lsa. Bunaqa bo'lmaydi-ku, bittasini oladi-ku baribir, chunki ikkitasi baravar tugamaydi. Xo'p, next oldi. Endi returniga, ya'ni current next degani keyingi qiymati deyapti-da, yangi qiymati. Return qilamiz nimani? Current emas, current уже charkashib ketgan bo'ladi. Currentni boshlang'ich qismini topa olmaymiz. Hozir men while ichiga kod yozamiz. Currentni eng tepadagi qiymat yo'qolib ketgan bo'ladi. O'shanga bizga dummy kerak bo'ladi-da. Dummy faqat chetda ishlatiladi. Dummy.next deb qo'yaman. Nega next? Chunki dummyning hozirgi qiymati 0 da. Keyingi qiymat esa haqiqiy ishla boshlangan joyi. Haqiqiy qiymatlar shu nextdan boshlanadi. Keyingi qiymatidan boshlab haqiqiy sonlarni olgan bo'ladi. While ichiga nima yozamiz? If deyman. List 1 valuesi nima bo'lsa, kichkina bo'lsa list 2 ni valuesidan. Nima bo'lsin? Ya'ni list 1 ni qiymati kichkinaroq-da. Boya nima qildik? Qaysi bir kichkinaroq bo'lsa, o'shani yangi listimizga yozdik, to'g'rimi? Hozir ham shunaqa qilamiz. Current.next teng deyman. Hozir list 1 ni valuesi kichkina bo'lyapti-yu. List 1 ga tenglab qo'yaman. List 1 ni valuesi demaymiz, chunki list 1 ni o'ziga tenglasak, chunki next bor-ku, yangi list nod oladi-da. Shu list 1 ni o'zini oladi. U ham qiymatini oladi, ham undan keyingi sonni ham oladi-da. Hop, shunaqa qilib next ni tenglash kerak. Shunaqa qilib list node ketma-ket ulanib ketaveradi. Va buni ulaganimizdagi list 1 ni ishlatdik-ku. Boya mana bitta yulduzcha turganda, bittasini ishlatsak, birni ishlatganimizdagi bitta surib qo'ygandik, to'g'rimi? Ya'ni birni oldikmi, ikkiga surib qo'ygandik. Bitta ham surib qo'yishimiz kerak. Uni surish mana bunaqa bo'ladi. List 1 teng list 1 ni next degan, ya'ni keyingi qiymatiga o'tsin deymiz. Keyingi qiymatini olsin deyman. List 1.next. Hop, bu qachonki list 1 kichkina bo'lsa, bo'lmasam, list 1 kichkina bo'lsa, demak list 2 kichkinaroq bo'lgan bo'ladi. Current next ni teng qilaman list 2 ga. Va list 2 ni bitta keyingisiga surib qo'yaman. List 2.next ga. Bu hammasi tugagandan keyin endi current ham bittaga surib qo'yaman-da. Agarda current bunaqa bo'ladi. Ya'ni misol uchun boya mana ikkitasi birda mana turgan, to'g'rimi? Ya'ni birinchi bir yozdik, endi ikkini yozayotganimizda keyingi o'ringa yozamiz, to'g'rimi? Virgul qo'yib turib keyingisiga yozamiz. Ya'ni mana shu o'ringa yozmaymiz, to'g'rimi? Yangi 2 keldim, 2 ni bu yoqqa yozmaymiz, 3 ni bu yoqqa yozmaymiz, 4 ni bu yoqqa yozmaymiz. Yangi o'ringa yozamiz. O'shaning uchun biz currentimizni ham keyingisiga o'tkazishimiz kerak. Hozir current hozirgi qiymatini oldi, endi currentni ham bitta keyingisiga surib qo'yishimiz kerak. Current teng current next degan. Hop, .next degan. Va qarang, current next null deb o'ylayapti-da. Null bo'lmasligi aniq, chunki men bitta yo'q current next list 1 ga, yo'qda current next list 2 ga tenglagan bo'laman. List 1 bilan list 2 hech qachon null bo'lmaydi, chunki shart yozib qo'yganman. Shart agar null bo'lganda buni ichiga kirmagan bo'lardi. Shunaqa qilib qoqmasdan ayta olaman, bu null bo'lmaydi deb. Uni undov bilan beramiz. Ya'ni next null bo'lmasligiga kafolat beramiz. Xo'p, buni bundan olamizda, buni oyoqqa tashab qo'yamiz. Qani tashiluvchi. Submit desam. Hop,
tezlik bo'yicha juda yomon emas, ancha yaxshi natija, lekin xotira maqtanadigan ahvolda emas. Hop, e'tiboringiz uchun rahmat.